Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar. Bugun shodiyona kun mana. Bugun Siyovush shogirdimiz quvonib el oldina dasturxon yozib farzandini yosh to'yini nishollayotir. Shu qizimizga uzoq umr, baxt, saodat tilaymiz. Xudoyim solih qizlardan bo'lsin. Allohim umrlarini ziyoda qilsin, rizqlarini mo'l qilsin. Sana mina Xudo xolasa xalq nazariga tushib yotirsan. Sening ham ijodiy ishlaringga kattadan katta muvaffaqiyatlar tilaymiz. Xudo xolasa shu qizchani turmusha uzatgan to'ylardan kelib, shu yaningda quvonchingga sherik bo'lib turish nasib etsin. Yana ustozlar o'tiribdi bir qator, shogirdlar, do'stlar, hammalaringizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bir juft qo'shiq aytib beramiz endi qo'ldan kelgancha, marhamat. Menga dilbar yor eding bir vaqtları, mehribon g'amxor eding bir vaqtları. Menga dilbar yor eding bir vaqtları, mehribon g'amxor eding bir vaqtları. Qaratarsan her sözün mitros, qaratarsan her sözün mitros. İşkına ikrar edin bir vaqtları, sevgine ikrar edin bir vaqtları. İsmimi aytmaysan tiling kuydirdimu, qilguchi takrar eding bir vaqtları. Endi senga sirlarimni farqi yo'q, sohibi asrar eding bir vaqtları. Endi senga sirlarimni farqi yo'q, sohibi asrar eding bir vaqtları. Çok çarağlap çaknaşırlar derdik, gözleri bimar edin bir vaqtları. Haydasım kaçmasın uykuların, kuş gibi bidar edin bir vaqtları. İşkı vayron için Abdülhakim
İşkı veyran içine bul hakim Kandayım mimar diyen bir vaktları Kandayım mimar diyen bir vaktları Menga dildar yavriding bir vaktları